Ayol kishi urush janjal qilib, baqir-chaqir qilganida qo'rqish kerak emas. Ayol kishi jim bo'lib qolganida qo'rqish kerak. Mana bu haqiqiy xavf. Lekin ko'p erkaklar mana shu yerda xato qiladi. Ayol jim bo'lib qolganda, demak bu xotirjam, hammasi joyida ekan deb o'ylaydi. Haqiqat shundaki, ayol kishi har xil yo'l bilan shu paytgacha harakat qilib kelayotgan bo'ladi. Bir qarasa baqir-chaqir, bir qarasa ko'z yosh, bir qarasa to'g'ri gapirib tushuntirishga harakat. Lekin shunaqangi nuqtaga keladiki, qarasa umuman foyda yo'q. Hamma narsa qilib ko'rdi, lekin foyda yo'q. Mana shu etapda ayol kishi hammasiga qo'l siltashni boshlaydi. Jim bo'lib qolgan ayollar, endi yaxshi bo'lib qopti-da, xotirjam bo'lib qopti-da deyishga shoshilmang. Bu eng oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar imkoniyat hali bor bo'lsa, ko'p holatda hattoki o'sha oxirgi imkoniyat ham tugagan bo'ladi.